Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Izlashda davom etasizlar do'stlar. Bitta laykalar otib, dars kurs qilib, mana hozir Qirg'iziston Respublikasining Jalolobod viloyatidamiz. Ya'ni Jalolobod o'zida mana bu yerda hozir ko'p etajli uylar qurilyapti, yashash uylari, ya'ni 15 etaj ekan, ikki yondagisi. Biz turgan bino bor bu yerda, bizning bino ham 15 etaj ekan. İşte ceza surati ketyapti, pastda fasad qiluvchilar. Qanchalik sizlarga ekranda ko'rinyapti. Bu tarafda monolikchilar oxirgi etajga kirilyapti, nasib bo'lsa. Mana ishda turganlarga vallahi qo'l ko'taryapti pastdagilar. Karanga edi.